Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar, Zafarov Imronbek kanalining qadr-baland obunachilari. Bugun kanalimiz nomidan siz qadrli obunachilarni Xalqaro musulmonlar bayrami Ro'zai Ramazon bilan tabriklaymiz. Barchamizni tutgan ro'zalarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Kelasi yillar ham barchamiz diydor ko'rishib, bir-birimizni tabriklab, yana kelasi yilgi Ro'zai Ramazonlarda, xalqaro hayit ayyomlarida bir-birimizni tabriklash nasib etsin. Qadrli do'stlar, barchangizni hayit ayyomi bilan tabriklaymiz. Sizni va oila a'zolaringizni, barchangizni Zafarov Imronbek kanali nomidan tabriklaymiz. Tinchlik, xotirjamlik, qilgan gunohlarimizni Alloh kechirsin. Kelasi yil ham yaxshi kunlarda diydor ko'rish nasib etsin. Albatta kanalimiz bilan, kanalimiz nomidan, kanalimiz ma'muriyati tomonidan barchangizni tabriklaymiz. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Albatta bizni, kanalimizni tark etmaysiz degan umiddamiz. Doimo Zafarov Imronbek kanali bilan birga bo'lishlikni Alloh nasib etsin. Osiyo va O'zbekistondagi futbol xabarlarini bizni kanalimizda birinchilardan bo'lib eshitib yurishlaringni tilab qolamiz. Hayit ayyomlarini yaxshi o'tkazib oling. Hali bundanda qiziqarli kontentlar, bundanda ajoyib xabarlarni Zafarov Imronbek kanali siz qadrli obunachilarga taqdim etib boradi. O'zingizni ehtiyot qiling. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Biz yana gaplashamiz. Salomat bo'ling.